Xo'p, assalomu alaykum o'rtoqlar. Tinchmi, salomatmi hamma? Ko'rishni boshlaganlar uchun men Jamshid ustozlar arzman plastik operatsiya qildirdim desam hech kim ishonmasa kerak. Yo'q, o'rtoqlar hamma kirib olgan menimcha. Bugundan boshlab speaking darslarimiz boshlanadi, xudo xohlasa. Grammatika darslarida Jamshid ustozimizda, Jamshid teacherda o'zi o'tib boradi. Round up 2 dan chuqurroq qilib, o'ta go'zal qilib o'tib berishga va'da berilgan, to'g'rimi? Xo'p, speaking darslarida men o'tib boraman, xudo xohlasa. Xuddi shunaqa Roundup 2 dagi mavzular bo'yicha bo'ladi. Ikki kishi bizga reklama qilinayotganda boshida aytilgan edi-ku, ikkita o'qituvchi tomonidan darslarimiz olib boriladi deb turib 2-oydan. Mana shu vaqtlarga ham yetib keldik o'rtoqlar. Speaking darslarida olib boramiz. O'ta go'zal, dahshat qilib o'tib berishga harakat qilaman. Mana shunaqa gaplar. Faqat hamma narsa joy-joyidami? Telegram kanaldami? Qayerdadir yozib boraylik menga. Ovoz zo'r. Boshlandimi? Hammasi joyidami? Hammada hech qanaqa muammo yo'qmi? Shuni aytib boraylik menga. Ovoz eshitilyapti. Yo'q, siz haqiqatan shu insonmisiz deb turib. Ovoz 5 sekund keyin borgani uchun ozgina kutib turamiz endi. Here absolutely. O'ta go'zal. Absolutely perfect. Xo'p. Bu zo'r. O'ta rahmat. Rahmat. Rekordingiz boshlanyapti. Qolganlar keyin ko'rib baraka topib oladi degan umiddamiz. Bo'lmasa, o'zi tanishib oldik endi menimcha. Ortiqcha kimsiz, qayerdansiz, nimasiz degan savollar bo'lishi shart emas menimcha. Ismim Humoyun, o'ta go'zalmi bu? I'm Humoyun, and I'm going to teach your speaking lessons. It will be great for sure. Xo'p, boshladik bo'lmasa. Mana qilamiz. O'zi nimalar qilishimiz haqida gaplashib ketamiz birinchi. Mana, biz men faqat speaking darslarida o'taman, grammatika o'tmayman. Grammatika darslarimizni o'zi Jamshid teacher o'tib bergan bizga, yana ham mukammalroq qilib yana o'tib beradi. Bo'ldi, biz speaking haqida ishlashimiz kerak. Nima qilamiz speakingda ishlash uchun deydigan bo'lsak, o'zi speaking manaqa narsa, qo'lga ushlab bo'lmaydigan narsa-da o'rtoqlar. Ya'ni qanaqa qilib shug'ullansa bo'ladi, nima qilsa bo'ladi deb turib. Ana kimdan ko'rsangiz ham, YouTubedan, blogerlardan, boshqalardan ko'rsangiz, speakingni kuchaytirish uchun nima qilishim kerak deydigan bo'lsa, prosta gapir deydi. Prosta, ya'ni harakat qil, try deb aytish mumkin. Bo'ldi, biz mana shu narsani sizlarga tizimga tushirib berishga harakat qilamiz. Gapirish kerakmi? Davay gapiramiz. Faqat o'shani mavzulashtirilgan, bizda o'rgangan grammatikalarimiz asosida o'ta go'zal qilib sizlarga qolib qilib berishga harakat qilamiz. Ya'ni yo'q, faqat mana shunaqa gapirasan emas, shug'ullanishimiz uchun qolib qilib beramiz. O'ta go'zal bo'ladi, xudo xolasa. Ya'ni bir nimalardan foydalangan holda mana bu saytni yasab chiqdik o'zimiz. O'ta go'zal, xudo xolasa mana ko'rib chiqamiz. Masalan, bizda round-upimizdagi mavzular bo'yicha alohida qilib mana mavzulashtirib berilgan. Xo'p, har bir o'tgan mavzuyimiz bo'yicha faqat o'sha mavzulardan chiqib ketmagan holda, faqat o'sha mavzudan foydalangan holda gapirib, qo'shib ketaveramiz. Masalan, round-upni eng boshida o'tganimizda bir boshidan boshlab o'tyapmiz. Endi agar kimlargadir sal osonlik qilayotgan bo'lsa, vahima qilib olmasin. Har kuni mavzu qo'shilib go'zallashib boradi bu. Masalan, birinchi mavzuyimiz nima bo'ladi deydigan bo'lsak, greetings and self introduction bo'ladi. Greetings salomlashish va self introduction o'zini tanishtirish. Xo'p, bu nima bo'ladi deydigan bo'lsak, personal pronouns kishilik olmoshlaridan be to be dan foydalangan holda have has gotdan, menda bor degan mavzudan va can degan mavzudan, qila olaman degan mavzudan faqat mana shu mavzudan chiqib ketmagan holda gapiramiz bugun masalan. Ya'ni, men hech narsani bilmayman hali, bu gapirishlargacha hali menga bor, u meni ishim emas deb turib, hali qo'rqib yurganlar bo'ladigan bo'lsa, shu vahima qilmasa bo'ladi. Lebe o'zbekcha gapira oladigan odamni inglizcha gapirtirib olishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Xo'p, ketdi bo'lmasa, mana. Keyin har bitta mavzuda, masalan, plurals, can, prepositions of place, har bittasidan mavzu qo'shilib, mashqlar bajarib ketaveramiz, xudo xolasa. Xo'p, birinchi mavzuyimizda masalan mana eng boshida salomlashdan boshlaymiz. Endi greeting salomlashish.
Xo'p, nima bo'ladi deydigan bo'lsak, mana bu saytni o'zimiz yasab oldik biz. Ya'ni mana shunaqa keltirib berilgan bizga. Birinchi o'rinda mana o'zbekcha gapirayotganimizda nima kerak bizga? Bo'ldi. O'zbekcha mana so'zlarni bilamiz-ku biz, ma'nosi nima, o'sha nima. Bu inglizchasiga o'sha so'zlarni tarjimasini bilib olishimiz kerak. Ya'ni o'shalarning lug'atini o'zimiz uchun bilib olishimiz kerak. Qani nima bu? Qanaqa lug'at bu? Ya'ni mana shu narsani inglizchasiga qanaqa bo'ladi deb turib. Endi ko'pchilik buni shunchaki bizga berib qo'yadi. Hozir biz buni shunaqangi chiqdikki, mana masalan tarjimasi bor va o'sha so'zni qanaqa qilib o'qiydi, to'g'ri pronounce qiladi, o'qib berishi ham bor masalan. Bir boshdan ko'raylik masalan. Hi. Hello. Bu mana tasavvur qilaylik, biz mana nimadan boshlayapmiz? G'irt begona bitta odam bilan tanishyapmiz, ha? Mana oldimizdan kelib qoldi, g'irt begona odam. Bo'ldi, biz u bilan muloqot qilib ketishimiz kerak. Birinchi o'rinda nimadan boshlaymiz? Salomdan boshlaymiz-da, to'g'rimi? Bo'ldi, ingliz tilini ham mana shunaqa qilib turib, salomidan boshlab turib, hamma narsasini o'rganib ketishga harakat qilamiz. Har xil vaziyatlarda qanaqa tutamiz o'zimizni degan narsani o'rganib ketamiz, xudo xolsa. Xo'p, ketdi. Bir boshidan salomlar, ha, demak. Bilamiz. Boshidan salom deganimiz oddiy, informal, ya'ni norasmiy ravishda o'zimiz tengi bitta odamni ko'rganda nima deb ko'rishamiz? Hi deb ko'rishamiz. Salom degani, hello bu ham salom, hey deb qo'yishimiz mumkin. Mana, ya'ni har doim ham ko'rishavermaymiz-ku. Oddiy ko'rish ham hey deb turib ko'rishga tursa bo'ladi. Hey. Mana keyingisi hey there. Hey there. Hey there. Bu ham hey salom degani bu ham. Ya'ni ko'chada do'stlarimiz bilan ko'rishayotganda shuni odat qilib olishimiz kerak, zo'r bo'ladi, xudo xolsa. What's up? What's up? Nima gap? Nima gap deb ko'rishamiz-ku o'zi. Bo'ldi, xuddi shunaqa oddiy narsalardan. How's it going? How's it going? Ishlaring qalay? What's new? What's new? Nima yangiliklar? Nima gaplar deb ko'rishamiz-ku. Bo'ldi, ko'rishayotganda mana shu narsalar. Bo'ldi. Endi begona odam bilan ko'rishdik, to'g'rimi? U o'zimiz tengi bo'ladigan bo'lsa, endi rasmiy qanaqa ko'rishamiz? Rasmiyroq ham ko'rishimiz kerak-ku. Ya'ni o'zbek tilida nima deymiz? Assalomu alaykum deymiz. Ularda endi so'zma-so'z assalomu alaykum yo'q. Bo'ldi, yoshi katta kenay tog'a bilan ko'rishadigan bo'lsak, good morning, good afternoon, good evening deb ko'rishamiz bu. Good morning. Good afternoon. Good evening. Xuddi shunaqa. Bu endi vaqtlarini bilamiz. Tonggi paytda obedgacha bo'ladigan bo'lsa, obeddan keyin kunduz payt bo'ladigan bo'lsa, kechki payt bo'ladigan bo'lsa, keyin good night deb qo'ymaymiz. Good night deydigan bo'lsak, u xayr deb turib ustidan ko'rpani yopib qo'yayotgan paytda aytamiz. U xayrli kech degani bo'lmaydi, xayrli tun bo'ladi. Bu mana ko'rishish ma'nosida mana shularni ishlatsak bo'ladi. Keyin yana ham chiroyliroq gapirmoqchi bo'lsak, yoki men kuchliman deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, boshqa variantlar bor. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Siz bilan ko'rishganimdan mamnunman. Bu xursandman ko'rishganimdan. Keyingisi. Nice to meet you. Nice to meet you. Tanishganimdan xursandman. Xo'p, endi bu ko'rishib qoldik. Anaqa ko'chada ko'rishganda qanaqa gaplashib oldik? Onlayn bo'ladigan bo'lsa, yoki telefon bo'ladigan bo'lsa, endi 21-asrda yashayapmiz. Bu ham tabiiy hol, to'g'rimi? Bo'ldi. Hello. This is your name. Bo'ldi. Your name degan narsaga hamma o'zining ismini qo'yib ketsa bo'ladi. Ko'rishayotgan, telefonda gaplashayotganda o'zini tanishtirib boshlaydi-ku. Hello, this is Humoyun masalan. Salom, men Humoyunman deganda gap. Bu Humoyun deb turib. Keyin nima deymiz? Hi. Can you hear me? Hi, can you hear me? Salom, meni eshityapsizmi? Eshityapsizmi deb turib. Hi guys. Hi guys, barchaga salom. Xo'p, bu ham muammo emas. How are you? How are you? Endi mana ko'rishib oldik, telefonda ham ko'rishdik, salomlashdik. Endi nima deymiz? Sal kirishib olish uchun qanaqasiz, charchamayapsizmi deb so'raymiz-ku. Xuddi shu narsalarni ham inglizchasiga ham aytishimiz mumkin. How are you? How are you? How's everything? How's everything? How's your day going? How's your day going? Kuningiz qanday o'tyapti degan. How's everything? How's everything? Hammasi qanday degan. Tarjimalari bilan bora, hammaga yaxshi ko'rinyapti degan umiddaman. Keyin buni tashlab beramiz. Muammosi yo'q buni, faqat dars uchun emas. O'zlaringizdan mashq qilsalaringiz bo'ladi bu narsani. Kompyuterda ochadi faqat mana bu narsalarni ishlashi uchun. Xo'p. Hi. Bemalol mana shunaqa qilib o'zimiz uyda mashq qilsak ham bo'ladi. Hozir hamma joyida ketyapti-ku, ya'ni o'zimga o'zim ancha gapirib qo'ydim. O'zimga o'zim ancha gapirib qo'ydim. Eshitilyaptimi? Normalmi shu narsalarda?
narsalar haqida gapirib boraylik. Ha, qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, Jamshid teacher is working here. Okay, since I can comprehend you. Ovozim boshqa narsa normalni ketyapti-ku. Ha, Jamshid teacherimiz anaqa grammatika darslarida o'tadi. Aytdim, agar keyinda qo'shilganlar bo'ladigan bo'lsa, Jamshid teacherimiz grammatika darslarida o'tadi, speaking darslarida men o'tib boraman. Ya'ni sizlarga bir kunda ikkita darsdan qo'yib berishimiz mumkin. Bu faqat sizlarning foydalaringizga, qulaylik yaratish uchun bo'layotgan narsalar, o'rtoqlar. Hammasi normalniy bo'ladigan bo'lsa, davom etaversak bo'ladi menimcha. Davom etaversak bo'ladi. Keyin mana shu narsa deb o'ylab qolmaysizlar. Juda oson ekan, boshqa ekan deb turib. Juda oson ekan deb o'ylamaysizlar, sekin-sekin qiyinlashadi. Buni endi mana noldan boshlab turib, hech narsani bilmasdan turib boshlayotgan odamlar uchun qilgan emas. Ya'ni hamma uchun manfaatli bo'lsin degan maqsadda. Yo anchadan beri o'qib yurganlar bo'ladigan bo'lsa, elementary, pre-intermediate levellar bo'ladigan bo'lsa, voy men o'ta kuchli ekanman bu narsalarga deydigan bo'lsa, ozgina shoshmay turamiz, sekin-sekin mavzularni qiyinlashtirib, sizlarga manfaatli bo'ladigan mavzularga o'tamiz, xudo xolisa. Xo'p. Davom etib ketaveramiz, bo'lmasa. Davom etib ketaveramiz. Meniki qani edi? Bunaqa qilamiz. Ketdi. Buni uyda o'zimizdan mashq qilishimiz kerak lekin. Ketdi. Salomlashib oldik. Endi bir o'zini tanishtirish. Self introduction degan narsamiz bor. O'zini tanishtirish. Qanaqa bo'ladi bu deydigan bo'lsak, ketdi mana. Buni ham xuddi shunaqa. Hi, I am Dilshod. Xohlagancha ism qo'yishimiz mumkin, ha? Hi, I'm Dilshod. Bo'ldi men. O'zimizni tanishtiramiz endi. O'zini tanishtirayotganda to be mavzusini o'tib bo'lganmiz biz, to'g'rimi? Bo'ldi, mana shu mavzular orqali keladi hammasi ham. Salom, men Dilshodman. Bo'ldi, yoki bo'lmasa Hello, my name is Malika. bo'ldi, salom, men ismim Malika bo'lishi mumkin yoki. Hey, I'm Bond, James Bond. Nice to meet you. Bo'ldi. Mana boyaga o'rgangan narsalarimizni qisqa-qisqa qo'shyapmiz. Mana birinchisi salom degan narsadan qo'shdik, men degan narsani qo'shyapmiz, keyin ko'rishganimdan xursandman, yaxshimisiz deb turib qo'shib qo'yapmiz, bo'ldi. Xo'p. Xuddi shunaqa. Yoki bo'lmasa Hi, I'm from Tashkent. salom, men Toshkentdanman, ha? I'm from Tashkent. Hello, I'm a student. Salom, men talabaman deb turib. Bo'ldi, bu ham mana shunaqa to be bilan boshqa narsalardan hosil qilinadi. Yo'q, endi mana bu juda oson bo'lib qoldi deydigan bo'lsak, sal to'liqroq tanishtirishimiz mumkin, to'g'rimi? Hi, my name is Dilshod. I'm 18 years old. I'm a student. Bo'ldi. Mana shu narsani kamida hamma o'zi uchun aytib ko'rsa bo'ladi endi mana. Salom, my name is Dilshod. Men ismim Dilshod. I'm 18 years old. Men 18 yoshman. I'm a student. Xo'p, yoki bo'lmasa hello, I'm Malika. Hello, I'm Malika. I live in Tashkent and I work as a teacher. Bo'ldi, men Malikaman, Toshkentda yashayman va o'qituvchi bo'lib ishlayman. Oddiy gaplar mana. Ya'ni mana o'tgan mavzularimizdan ham bemalol shuncha gap aytib qo'ysak bo'ladi biz. Hi, I'm Javlon. I like playing football and listening to music. Xuddi shunaqa. Hello, my name is Aziza. I study English at university. Bo'ldi. Xo'p, biz nima? Ozgina o'tgan grammatikalimizda ozgina eslab o'tib ketib qolaylik, masalan, mana shu yerda faqat have has got ega bo'lmoq degan edi. Bo'ldi, menda mana shu narsa bor. Yoki mana shu insonim bor deb turibman. I have got a friend, do'stim bor. She has got a sister, uni singlisi bor. Yoki endi o'shanga qo'shib ken mavzusidan bitta gap qo'shaylik o'zimizga. I can fly yoki men ucha olaman. Yoki we can talk for hours. Biz mana soatlab gaplasha olamiz. Bo'ldi, men ken bilan birgalikda bitta fe'l keladi degan narsa edi. Oddiy shunaqa kichkina tovuqlardan boshlashimiz kerak. Keyingisi to be masalan, undan bittasi qo'shib qo'shamiz. I'm Shrek masalan, men Shrekman. She is green. U yashil deb turib, Shrek yashilku, endi qanaqa bilamiz-ku? We are friends. Biz do'stlarmiz. Bo'ldi, mana shunaqa oddiy qilib gapirsak bo'ladi. Xo'p. Bitta o'zimiz harakat qilib ko'raylik endi mana shu narsalardan. Bitta salom, xohlagan boyagi salomlarimizdan keyin men mana shuman deb turib o'zimiz aytamiz. My name is, I am deb turib farqi yo'q. Qaysi bir qulay bo'ladigan bo'lsa, keyin men mana qila olaman yoki men mana bu narsam bor deb turib I have got yoki she has got yoki I can I can talk, I can walk, I can run deb turib qaysi qulay bo'ladigan bo'lsa bitta mana 3 ta so'zli 3 ta gapli bitta matncha qilaylik o'zimizga. Ya'ni men shuman, menda mana bu narsa bor, men mana qila olaman deb turib have got can bilan bitta harakat qilib ko'raylik.
Bu yerda endi menga yozamiz faqat. Telegramdan yozadigan bo'lsak yaxshi bo'lardi. Hamma yozadigan gruppaga. Telegramdan yozaveraylik. Bo'ldi, mana 3 ta gapli. Men mana shuman. Menda mana bu narsa bor. Men mana qila olaman deb turib. Oddiy. Hamma o'zi uchun yozib olsin menga shu narsani. Zo'r, mana Bahodir Xo'jayev birinchi bo'lib yozdi. Mana oddiy mana shunaqa. Hi, my name is Ahror Xo'jayev. I am 17. I am studying now. Bo'ldi, mana shunaqa oddiy narsalar. Fozaxonnikini ham o'qib o'raylik, davom etib ketib qolamiz keyin. Bo'ldi. I am Zohid Maslayev. I am from Uzbekistan. I am a student. Chotki. Bo'ldi. Kam-kamida mana shunaqa narsa bo'lsa ham yozib qo'yishimiz kerak. Bo'ldi. Endi hamma o'zi uchun aytish qiyin masalan. Xuddi shu narsani men mana hamma biladigan odamlar uchun qilib chiqaman masalan. Qanday birgalikda shularga harakat qilib ko'raylik masalan. Hamma taniydigan insonlar kim bo'lishi mumkin? Masalan, super qahramonlar faoliyati degan narsa. Bu bironta super qahramon hammamiz taniydiganlar. U doktor, bu narsa deb turib aytaverishimiz zerikali bo'lib qoladi-ku. Bo'ldi, mana shu narsani hamma taniydigan insonlar uchun qilib chiqamiz. Masalan, Iron Man taniymiz-ku, temir odam. Temir odam kim u? Bo'ldi. U men temir odamman deb aytishi mumkin. Keyin nima deydi? Menda temir kiyimim bor deb aytadi, men ucha olaman deb aytadi. To'g'rimi? Bo'ldi, mana oddiy. I'm Iron Man. I have an iron suit and I can fly. Bo'ldi, mana oddiy narsa. Qani emas narsani aytadimikan bu? Hello, my name is Iron Man. I have got an iron suit. I can fly. Bo'ldi, mana xuddi shunaqa narsa. Iron Man masalan temir odam o'zini tanishtirganda qanaqa bo'lardi? Xuddi shunaqa oddiy narsalarni aytadi. Spider-Man o'rgimchak odamlar yo'moramizda, bo'ldi, shunaqalar aytish mumkin. Hi, I am Spider-Man. I have got a red suit. I can climb. Men o'rgimchak odamman, men qizil kiyimim bor, I can climb, men tirmashib chiqa olaman keyin deb turib. Xalq agar oramizda hal qilib oladigan bo'lsa, mana bunaqa tanishtirish mumkin o'zini. Hello everyone. I am Hulk. I am green. I have got strong arms. I can destroy buildings. Xuddi shunaqa mana.
hello everyone. Hammaga salom deb turib tanishtiryapti. Bu sal boshqacharoq qilib turib. Juda go'zal bo'laveradi. I'm Hulk, men Hulkman, I'm green, men yashilman. I have got a strong arms. Meni kuchli qo'llarim bor. I can destroy buildings. Binolarni buzib tashlay olaman deb turib. Superman bo'ladigan bo'lsa masalan. I'm super. Good morning guys. Bu endi mana seriozliroq salomlashyapti. Formal salomlashyapti. I'm Superman. Men Supermanman. I have got a great superpower. Meni zo'r superpowerim bor. I can run fast. Tez yugura olaman deb turib. Keyingisi masalan. Batman'da his qiladiganlar uchun bor, Elsa'da his qiladiganlar uchun bor. Xo'p, boshqa bu mana hech narsani bilmasdan tormoz bo'lib qo'ygandan ko'ra kichkina detallar bilan gapirib ketaverish uchun kichkina shablonchalar, ha. Keyingisi masalan nima qilishimiz mumkin? Xo'p, endi o'zimiz uchun gapirayotgan paytimizda tormoz bo'lib qolmaymiz dedik. Endi sal to'g'riroq gapirishga ham harakat qilishimiz kerak, ha. Bo'ldi, biz o'tgan grammatikalarimizda ozgina mustahkamlab kvizlar qilganmiz. Xo'p, nima qilamiz unda masalan? Biz nima mavzu o'tganmiz? To be o'tganmiz. Men sen deb turib ularga mos to be ni moslab chiqishda o'tganmiz. Have has got'larda o'tganmiz. Can'da o'tganmiz. Bo'ldi, mana o'shalarga moslab turib tekshirib ketamiz. I am. Bo'ldi, mana shuni endi hamma o'zi uchun gapirsa bo'ladi, ha? Kim? Masalan, I'm Humoyun yoki boyagida I'm Iron Man, I'm Spider-Man deb turib. Xo'p, keyingisi masalan. He can swim. Bu mana kenga moslab turib qilingan ekan. Bunda mana grammatikalarimiz moslab ketyapmiz. U suzoladi masalan. Kendan keyin prosta fe'lni berib qo'yishimiz kerak. Hech narsa qo'yish kerak emas masalan. He can speak English. He can speak English mana. U ingliz tilida gapira oladi. Bo'ldi, mana ken bilan mana har qanaqasiga mavzularimizda mana fe'llarimizda to'g'ri ishlatilishlari bor. Have has got bilan masalan nima deb aytishimiz mumkin? Xo'p, he bilan bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? You bilan bo'ladigan bo'lsa deb tur. Xo'p, birinchi you bilan ko'raylik. Uniki bor deylikdagi kuchgi bor deb aytaylik. Qanaqa bo'lar ekan? You have got a dog. Mana you have got a dog. Seni kuchuging bor deb tur. Xo'p, agar he bo'lib qoladigan bo'lsa-chi? Mana avtomatik have got, has got o'zgarib ketib qoldi. Qanaqa bo'lyapti? He has got a dog. He has got a dog. Bu ma'no o'sha. Faqat he bo'lgani uchun has got ishlatamiz deb tur. Mana shu egasi bilan bu narsalarni moslab chiqish mumkin. To be mavzusida masalan we ni qo'yaylik. We ga nisbatan nima to be ishlatiladi? Avtomatik are ishlatamiz. Bo'ldi, uni nimasi bor deb u kim deb aytishimiz mumkin masalan. Teacher deb aytaylik. We are a teacher. We are a teacher. Biz o'qituvchimiz deb turib, ha? Xo'p. Hammasini mana shunaqa moslab grammatikasini to'g'rilashni o'rganishsak bo'ladi. Har birini moslab, orqasidan takrorlab, faqat o'rtoqlar buni mana erinmasdan orqasidan takrorlab chiqish kerak. Boyagi bizni speakingimizni yaxshi rivojlantirish uchun. Xo'p, mana shu narsalarni bu mashqini bajarib, o'rganib olganimizdan keyin nima qilishimiz kerak? Speaking challenge topshiriq. Ya'ni bo'ldi. Mana shu narsalarga o'xshab turib, mana hammasidan ideya olgan holda men shunaqaman, men narsam bor deb turib, mana yerda o'zimiz uchun narsani gapirib olishimiz kerak endi faqat masalan. Bo'ldi, kimga qanaqa qulay bo'ladigan bo'lsa gapirib olaverish kerak. Xo'p, to be bilan, have has got bilan, can bilan masalan, nima deyish mumkin masalan? Hello everyone, I am Humoyun. I have got a laptop. I can speak English masalan. Bu uchta gapdan shunaqa qisqa qilib qo'shib, faqat gapirib ketaverishingiz kerak. Birdaniga o'ta go'zal bo'lib qolmaydi. Hech qanaqa vahima qilmasdan mashq qilish kerak bu. Xo'p. Buni ham tushunarli bo'ldi degan umiddaman. O'zimiz mashq qilamiz endi bunda faqat. Bu faqat mana yarim soat shug'ullanib, hech kim inglizchada zo'r gapirib ketadigan odam bo'lmaydi. Mana shuni sizlarga tashlab beraman. Maza qilib shug'ullanib, kuchayib ketamiz degan umiddamiz o'rtoqlar. Quiz masalan. Endi hozir o'rganganlarimizni ozgina takrorlab mashq qilib qo'yaylik endi. Qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsak. Xo'p, rasmiyroq salomlashishda qanaqa ibora ishlatiladi? What's up? Nima gap degani, to'g'rimi? Good morning. Xayrli tong. Hey there. Qalaysizlar deb turib. How's it going? Qalay bo'lyapti? Nima gaplar deb turib. Qaysi birini ishlatamiz formal salomlashishda? Formalda good morning ishlatamiz dedik, ha? Buni to'g'ri javob ajoyib deb aytayapti. Keyingi savolga o'tamiz. Siz bilan ko'rishganimdan mamnunman. Jotki siz bilan ko'rishganimdan xursand bo'ldim deb turib. How are you? Qalaysan degani goodbye. Xayr. It's pleasure to meet you. What's new? Qaysi biri bo'ladi?
Albatta, it's pleasure to meet you bo'ladi. Mana siz bilan ko'rishganimdan mamnunman deb turib. Rasmiy, chiroyli gapiradigan bo'lsak. Xo'p, I've got a red suit. Meni tarjimasi bu qanaqa ma'no beradi? Meni qizil kiyimim bor degani, qizil kostyumim bor deb turib. Yo'q degani emas, kostyum bor degani, u qizil kostyum kiyadi degani emas, qizil kostyumga ular emas, men deb aytyapmiz, ha? Bo'ldi mana shunaqa. Ya'ni mana nima deyotganimizni biz bilishimiz kerak, ha? Shunaqa so'zlarni, vokablarni bo'lmay qoladigan bo'lsa, hammasi joy-joyiga tushib ketib qoladi. Xo'p, I can fly. Nima degani? Buni bajarib qo'yamiz qolganda endi. Bo'ldi. Keyin endi mana shu mashqlar hammasini mashq qilish uchun o'zimizga qilib oldik, ha? Salomlashdik, tanishtirdik, lug'atlarni yodladik, qanaqadir mashqlar bilan gapirishga harakat qildik. Shablonlarimizni qilib oldik o'zimizga. Endi yana ham ideya olish uchun, nima qilishni bilmay to'xtab qolmaslik uchun vazifa ham berib qo'yamiz, ha? Vazifamiz qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsak, o'zingiz haqida tanishtiruv yozish. Endi buni faqat aytish emas, yozib ham aytish bo'lsin. Yozganda uzunroq qilib yozaylik. Hozirgidek qisqa qilib emas, общий qilib bir 5-6 ta, 7 ta gapli qilib yozib olamiz degan, o'shani aytishga harakat qilamiz keyin. Keyin mana hamma o'zim haqimda faqat gapiraveramanmi deymizda, mana my best friend deb turib, describe your friend, ya'ni do'stingizni ta'riflang. U manaqa deb turib, yaxshi ko'rgan do'stingizni yoki yomon ko'rgan do'stingiz bo'lsa ham, prosta taka gapirib qo'yaversangiz bo'ladi. Plus odamlar o'zi deb turib, she deb turib gapirib ketaverasiz. Muammosi yo'q, she'ga ham keyin ishlataveramiz, muammosi yo'q deb turib she has got ishlatamiz yoki she is deb turib moslaymiz, ha. Xo'p. Keyin endi nima bo'ladi deydigan bo'lsak, buni yozdik ham, mashq qildik, cho'tki bo'ldi. Endi bizga yana kuchliroq narsalar kerak deydigan bo'lsak, endi mana 21-asrda yashayapmiz. Bizga konkretni qo'llanma qilib turib, videolar berib qo'ygan. YouTubedan men sizlarga tanlab turib video ham qilib qo'ydim. Masalan, bitta bosadigan bo'lsak, bu yosh bolalar uchun birinchi. Ya'ni endi boshlayotganlar uchun yoki bo'lmasa oramizda kichkinaroqlar bo'ladigan bo'lsa, shunisini bosib, YouTube'dagi osonroq YouTube videoni ko'rib, o'zimizga g'oya olishimiz mumkin. Xo'p, masalan, mana chiqyapti o'zi. Good morning. Shunaqa. Mana daily conversationlar, kundalik suhbatlardan olingan narsalar qiziqarli bo'ladi. Yaxshi video, mana shuni ko'rib qo'ysak bo'ladi. Xo'p. Men yosh bola emasman, o'zi oq-qorani farqiga borib qo'yganman deydiganlar uchun, mana for all the learners, kattalar uchun deb turib, seriyozroq video ham bor. Seriyozroq videoda mana vokablari zo'r, gapirishlari tezroq, yaxshiroq video bo'ladi. Bundan ko'ra o'zimizga mana qanaqa tanishtiramiz, qanaqa gapiramiz, shularni o'rganib olsak bo'ladi. Mana English for business and tourism deb qo'yibman. Biznesdagilar va turizmdagilar uchun deb qo'yib. Ya'ni ancha seriyozli narsa. Mana bitta ko'raylik endi. Excuse me, are you Paul Simpson? Mana excuse me, kechirasiz. Are you Paul Simpson? Siz Paul Simpsonmisiz deb turib aytadi. Keyin bo'lmaydi. Yes, I am. Ha, shunaqa deb turib. Aeroportda ko'rishib qolib turib, bir-biri bilan qanaqa suhbat qilyapti. Bu seriyozli suhbatlar, faqat chiroyli qilib bizga keltirib bergan. Shulardan ko'ra, mana yangi so'zlarini, yangi g'oyalarini yana ham o'rganib olsak bo'ladi. Yo, boyagi narsalar men uchun kam, men zo'r o'rganishim kerak deganlar uchun yana ham g'oyalar to'la buning ichida. Yes, I am. You must be Sally Hughes. Mana you must be Sally Hughes. Siz Sally Hughes bo'lsangiz kerak-ku. How do you do? Nimalar qilyapsiz deb turib. Cho'tki mana ketdi. Bundan mana o'zimiz uchun ko'rib mashq qilib qo'yamiz yana ham. Mana oxirida mashqlari bor, hammasi joy-joyida qilib berilgan bunda ham. Xo'p. Qanaqamiz qani edi? Bundagi hamma narsani ko'rsatdik. Keyin mana mavzularimizni yana to'ldirib, mana masalan ertaga ikkinchi mavzuni o'tadigan bo'lsak, unda hozirgi mavzularga ikkinchi mavzuni ko'pliklar mavzusini qo'shamiz ertaga xudo xolasa. Keyin possessiveslarni qo'shamiz, zero-zerolarni qo'shamiz, hammasini qo'shib zo'r bo'lib ketib qoladi xudo xolasa. Xo'p, bugungi darsimiz mana shunday iborat o'rtoqlar. Ko'ra olmaganlar rekordingini tashlab qo'yamiz. O'shandan ko'ra foydalanib olamiz.